barcha amallarda Allohu akbar yaxshilikqa erishib o'tgandagi takbir. Ya'ni siz o'sha Ramazonda berilgan alama hadakum sizlarga hidoyat qilib, nasib qilib, shuncha savoblarda ichida Laylatul Qadr kechalari bor, ichida Ramazonimiz bor. Kimlardir iftorli berib yuboraldi. Qorilarimiz bizga xatmi Qur'onlarni o'qib bergan hidoyati nasibiga shukrona ma'nosida Allohu akbar deb takbir aytib olishlaring uchun va la'allakum tashkurun shoyatki sizlar shukr qilarmikinsizlar degan Alloh taoloning bayoni bor. Demak, Alloh taolo shukr qilarmikinsizlar deganda o'z-o'zidan bu hayit shukrona hayit sanaladi. Ba'zi birlar Ramazondan chiqayotganda kimda kim xafa bo'lsa, jannat unga vojib bo'ladi, do'zax harom bo'ladi degan hadis borda. Man fariha bi dukhuli Ramazon va hazina bi khurujihi, kim Ramazon kirsa so'yinsa, chiqib ketsa xafa bo'lsa, jannat unga lozim bo'ladi degan so'zdan bu hayitda xafagarchilik hayiti deb o'ylaydi. Undoq emas. Bu hayitni biz roza chiqib ketganimiz uchun hech kim so'yinmaydi. Alloh taolo la'allakum tashkurun erishgan narsalaringga shukr qilarmikinsizlar degan so'zda shukrona hayiti deb atalish kerak. Hammada har xil fikr chiqaradi, lekin haqiqiy hayot qanday ekan? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madina Munawvaraga keldilar. Ular 2 kunda doim bayram qilib, haligi do'mbiralarni cholib, irg'ishlashib, o'yin-kulgi qilishar ekan. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mahazanil yaman tekshiryapman, yilda bir 2 kun o'yin-kulgi qilar ekansizlar. Qanaqa kun bu deb so'radi. Shunda aytdilarki, kunna nal'abu fihima fil jahiliya. Biz johilligimizda mana shu 2 kunda o'yin-kulgi qilardik. Biz yilda 2 kunni bayram deb belgilab olganmiz. Davlatlar ham mustaqil bo'lgan kunni bayram deb belgilab olgan o'zlari. Yoki bo'lmasam, o bir paytlari sir nimani yenganda erkaklarni g'alaba kuni deyilardi. O'zlari bayramda belgilab olganda, johilcha belgilovlar ham bo'ladi-yu. Xuddi o'sha qatori nimada ham Yasrib edi, Madina Munawvaraning eski ismi. O'sha joyda ham o'zlari johillik davrida 2 kunni bayram deb belgilab olgan. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam innalloha qad abdalakum bihima khayron minhuma yawmul udha va yawmul fitr dedilar. Endi Alloh taolo sizlarga o'rniga 2 ta kunni bayram qilib almashtirib qo'ydi. Eid Uzho kuni, Eid Fitr kuni. Eid o'z bayram deganda, bayram deb bilish kerak. Roza chiqib ketganiga so'yinmaymiz. Rozada erishgan savoplarimizga ozmi ko'pmi alhamdulillah alama hadakum sizlarga Alloh taolo o'sha nasib qilganligiga takbir aytib Allohu akbar deb haliga hayitga kelayotganda bilasizlarmi? Allohu akbar deb kelamiz va qurbonlikda ham shunaqa, bunda ham shunaqa. Nima uchun? Qurbon hayitda qurbonlik dadamiz Ismoil alayhissalomga Alloh taolo Jabroil alayhissalomning qo'liga bitta qo'y berib, Ibrohim alayhissalomning o'g'liga fido bo'lsin deb Zuho qurbonlik qo'yini jo'natganda o'shinga takbir aytilgan odati qolgan. Ya'ni agar o'sha narsa o'rniga almashmaganda hammamiz bolamizni so'yishimiz kerak edi. Bizning millatimiz Ibrohim alayhissalom millatidamizda, millat boshimizga Alloh taolo shu ne'matni berganiga takbir aytamiz. Bu hayitdachi desa, Ramazonda erishib qolgan yaxshiliklarimizga shukrona ma'nosida takbir aytib kelamiz ekan. Shuni Alloh taolo bizga bayram qilib bergan. Chiroyli kiyimlarni kiyadi, ertamanda turib olib g'usl qiladi, ertamanda turib olib o'sha yaxshi kiyimlarni kiyib nima chiqiladi, to'g'rimi? Bu nima? Bayramning alomati. Chiroyli, shirin atirlarni chachib keladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xotabana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam fi akhir yawmin min Sha'bon. Sha'bonning oxirgi kechasida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga bir xutba o'qigan deydi. Shuni hammamiz bilishimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, ya ayyuhan nas, ey odamlar, qad azallakum shahrun azimun mubarak, sizlarga buyuk barakotli oy kirib kelyapti. Soyasini solib qoldi, yaqinlashib qoldi. Shahrun fihi laylatun, u oy shunday oyki, bir kechani o'zi bor unda deydi. Xoyrun min alfi shahr, o'sha kechani o'zi shomdan keyin boshlanib bomdod namozi, ya'ni saharlik kungacha bo'lgan muddat, arzimagan muddat o'sha kunda deydi. Xoyrun yaxshiroq sanaladi min alfi shahr.
1000 oylaringdan yaxshiroq sanaladi. 1000 oyni sanab mancha kun ekan deb olmaylar. Undan yaxshiroq. Yaxshiligi qanchaligini bilmaysiz. 1000 oyni kalkulyatorda sanab mancha kun ekan, mancha soat ekan demaylar. Alloh taolo uncha kun demadi. Undan yaxshiroq. Yaxshiligi qanchaligini Alloh biladi. O'zi biladi. Bir kecha bor, o'sha Laylatul Qadr kechasi deb nomlaymiz. O'sha kecha 1000 oydan yaxshiroq. Shunaqa ulug' kun. Ja'alallohu ta'ala siyamahu faridatan. Alloh taolo o'zi bu oydagi tutilgan ro'zani ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam oyati bilan ro'zasini farz deb belgiladi. Ro'za tutish farz hammaga. Kasal bo'lmasa, hayz ko'rmagan bo'lsa, jinni bo'lmasa, musulmon bo'lsa, ya ayyuhallazina amanu ey iymonlilar, kutiba alaykumus siyam farz qilindi sizlarga ro'za tutish deb Alloh taolo ro'zasini farz qildi. Va qiyama laylihi tatawwan. Kechasida tikka turishlik, ya'ni tarovih namozini mustahab qilib belgiladi. Ba'zi bir yurtlarda 8 rakat o'qib ketaveryapti-yu, savob. Masalan, yangi moda chiqdi, bizda yo'q, sezmaysizlar. Mana boringlar O'shga yoki nima deydi, u o'zlarichasi rivojlangan joylarga borsalarning masjidlarda 8 rakat o'qib chiqib ketishib qolyapti-yu, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning dushmanlari ular. Dushman, ular din dushmani. Bizda Izrail dushmanim yoki falon dushmanim demaylar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kechasi bilan tikka turishlikni mustahab degan deydi. 20 rakat o'qilib bitgandan keyin ham chiqib ketmagan bolani borib peshonasidan qo'ying, otangga rahmat deb. Chunki Alloh taolo Ramazon oyini kechasi bilan tikka turishlikni mustahab, savobli amal deb qo'ygan. Atay chiqib ketishlik nima degani bu? Shuning uchun oldindan aytib qo'ying, u yerda falon ekan, bu yerda piston ekan demanglar. Bu dinni men siz yetmaymiz. Bu dinni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yechadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ramazonda tikka turib masjidlarda to'planish o'zi mustahab bir ulug' amal dedimi? Rasululloh gapi yerga yashing. Sizni unisi bunisi yetalab ketadigan bo'zaymasizda, to'g'rimi? Burningizga mancha temirni osib qo'ysa ketaveradigan. Bizning dinimiz bor, qo'limizda Qur'on degan kitob bor, Rasulimizning ko'rsatmasi bor. U ko'rsatma bo'yicha nima? Ramazonning kechasida tikka turishlik o'ziga yarasha bir ibodat, savobli amal. 20 rakat oz bo'lsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kechalari 2 rakat namoz o'qirdi. Ikkinchi xuftondan keyin 2 rakat namozga quloq qoqardi. Ikkinchi rakatni o'qib bitayotganda bomdod kozanayotgan bo'lardi. Odamlar 2 rakat o'qiydi, 8 rakat o'qiydi desa, bizdagi 1 soatlik namozga o'xshatmaylar. Bizning 20 rakat namozimiz bir porazam sura qilsak ham 1 soatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning 2 rakat namozida sahobalardan birlari aytadilar: "Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni odamlar tarqagandan keyin namoz o'qiyotgan ko'rib qoldim" deydi. Rasululloh namoziga she'r yo'laydi, yugurgilib kelib quloqni qoqdim deydi. Birinchi rakatga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Baqaroni zamsura qildi deydi. Birinchi rakatga Baqaro degani 2,5 bora. Endi o'rtasida ruku qilar, mayerda ruku qilar deb turardim. Baqaro tugadi deydi. Sabr qildim, bir rakatga 2,5 bora o'qib qo'ydi. Rukuga tayyorlanib qo'limni tushiryapsam oliy imomni boshladi deydi. Muhtaram jamoat, sizni unisi bunisi yetilamasin. Dinni o'rganing. Bu Ramazon oyida kechalar tikka turish o'zi bir ibodat. O'zi bir fazilatli amal. Oliy imomni boshladi deydi. Bir rakatda hali ruku qilgan yo'q deydi. Qani chiqib ketsam devorgilarim kelib ketdi. Oliy imom tugadi, keyingi suraga o'tdi deydi. Ancha-muncha dinni ham Rasulullohdan eshitib turinglar, bo'lmasa har kimdan eshitsangiz adashib qolasiz. Bo'lib ham oxirgi 10 kecha kelganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oxirgi 10 kunlik bor-ku, itqum minan niron oyi kirganda masjidga kirgan bo'yicha chiqmay qaragan, illo lil xala, faqat hojatiga chiqar ekan. Masjid Nabaviyda kim ziyoratiga bordi? Borganda salom bergan ketsangiz, mana joy Ravza deyiladi, tag'in o'raliq joy turadi. Keyin undan o'tganingizdan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hujralari yotgan joyiga keladi. O'sha hujralarini mo tarafdagi tillo charavaga o'xshagan rom qilib qo'ygani, o'sha charava yo'q bo'lgan. O'sha romdan boshini kirgizsalar, kun issiq.
Bodamni bu chachlarining tayi nima bo'lib ketadi, yog'lanib ketadi. O'sha narsa bo'lib qolsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshini kirgizsa, Oysha onamiz bunda yuvib qarar ekanlar. O'zini uyiga, mana uyi onota, onarom uylari. Mana rom uylari, mana baklashga turibdi. Mana bu joy ravza. Mana bu taraf qibla. Tasavvur qiling. Agar bu tarafga bo'lsa, mana bu taraf ekanda, mana qibla. Mana bu romlar. Borgansiz-da, to'g'rimi? Biz menda o'tamizdan old tarafi bilan borib Rasulullohga salom beramiz u. Mana uylar. O'sha uyga kirmas ekanlar. Mana uy. Shu yerga kirmas ekan. Boshlarini o'ta yog'lanib kelsa chiqarib qo'ysa, Oysha onamiz bunda yuvib qaraganlar. Oysha onamiz kirmas ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam chiqmas ekan. Shu joydan 10 kun chiqmay qo'ygan Rasulullohning ummati tarovih 8 rakatda chiqib ketib qolgan. Qulluq bo'lsin. Sizni yetalagan ustozingizga. Nima deyman men? Qolganini siz yozib qo'ying nimaligini. Oxirini aytmayman, masjid tugatuvlar. O'zi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam a'izduhu ularni so'kinglar va la tuknu gazetaga o'ramanglar deganda. Shunaqa hadis bor. Shunaqa biyadat so'kining gazetaga o'ramang deb o'rgan hadisi bor. Va la tuknu degani anaqa. Qog'ozga o'rab gapirish, odob saqlamang, so'kib yuboring degan. Millatni, dinni haligi buzib oladigan, ikki tarafga to'g'riladigan odamlarni aizu degan bedab so'kinish, ona joyizni ochib so'kining degan. Yashirmay so'kining deganda, shunaqa odamlar chiqib qoldi. Domla masala qilaveradi, eshik tagida tikka turadi-da. O'ylamang, buni savdo qilyapti demang, u savdo qilmaydi, sherigi bilan gaplashib turadi. Masala tugib, takbir aytayotgan paytda kiradi-yu, shat chiqib so'kib qo'ying. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Laylatul Qadr 10 kunlikda masjiddan chiqmay qo'ygan ummatni masjidga kirgizmaslikka o'rgatayotgan odamlarni bor-u, bemalol bitta so'kib qo'ying. Savob topasiz. Shunaqa ummatlar chiqdi, bor. Ishonasizmi? Sunnat o'qimayin deydi, tag'i manda qiladi. Atay turadi, takbir aytayotganda yuradi. Ularda xayolida sunnat o'qishlik doim o'qilsa vojib bo'lib qoladi deb o'ylashadi. E'tiqodida gunoh deb o'ylaganligi uchun o'qimaydi. O'ylamang, u vaqt yo'qligi uchun demang. Savdogar g'it-bekach eshik tagida tikka turib sunnatni o'qib bitib takbir aytilayotganda kirib o'qib, bizning ovqatda yo'q unaqa narsa, lekin bor o'shanaqa millat bor. Shunaqa odamlar bor. Ko'rgansiz siz. O'shalarni din buzar gapiga ishonmang siz. Ko'chada tikka turganlardan xafa bo'ling. Islom oyoq osti qilyapti. Nima senga domla ashula aytayaptimi? Kirib eshitmaysanmi? Eshitgan o'zi bir ibodat. Alloh so'ziga quloq tutish o'zi ibodat. Ko'chada tikka turasanmi bo'lmasa? Bu Ramazon bo'lsa, Allohning barakotli oyi bo'lsa, balo bormi? To'g'ri, bizda unaqa odamlar yo'q. Bor odamlar ham bor-da. Shunaqalar so'kib qo'yish kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qayerga chaqiryapti? Sen qayerga chaqiryapsan? Men hech kimga indaganim yo'q. O'zingni jim turishing indaganliging. Sabtni ko'paytiryapsan. Elni boshqa yoqqa tortyapsan. Domla bir tarafga tortay deb masala qilib kuyinyapsa, sen atay ko'chada tikka turishni elga o'rgatyapsan. Qulluq bo'lsin, din buzarsan sen. Deyish kerak, to'g'rimi? Buni kechalari tikka turish o'zi bitta ibodat, jon akalar. 10 kunlikda masjidda turishni o'rganing. Jumaga erta kunda keling. 5 vaqt namozda erta kunda keling. Molingizni qora butsiz, bo'shsiz endi. Balo bormi xotiningiz oldida? Baribir qo'shila olmaysiz, ro'zasiz, to'g'rimi? Keling, mayta turing. Zikr qiling, Qur'on o'qing, namozdan keyin ketib qolmang. Illo orada molingizni qarab keling. Shunga o'rgatish kerak-da, to'g'rimi? Namozdan keyin zikrlarga o'tirmay chiqib ketib qolsin. Rasululloh davrida yo'q edi deb chiqib ketyapti. Senga o'xshagan tarbiyani qora. Padaringga ming la'nat. Rasululloh boshqa yoqqa chaqirsa, seni boshqa yoqqa tortayotgan, senga o'xshagandi, bor-ku? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 10 kun chiqmay qo'ygan shu kunlar. Sen bo'lsa namozdan keyin subhanalloh, alhamdulillahga sabring chidamay chiqib ketib qolyapsan. Senga o'xshaganlar sizlarmingman men. Sen degan so'zga loyiqsan. Islom kuyinadigan narsa. Islom bu ism rasmlari bilan, rasmi rusum bilan bir narsa-da, to'g'risi-da. Men qilmayapman deysiz, siz qilyapsiz, kirmay qo'yyapsiz. Siz qilyapsiz, chiqib ketib qolyapsiz. Tushuning? Va men kuyinib, mayatda odamlarni ibodatga o'rgansam, siz chiqib ketib qolyapsiz. Sizga ercha ona jinni billa chiqib ketib qolyapti. Unda emas, bu oyda o'zi nima? Ibodat. Man taqarraba fihi bi khoslatin min al-khayr. Yaxshilikni arzimagan bittasini qilib qo'ysa bu oyda,
kana kaman adda farizatan fi ma siwahu. Ramazondan boshqa oydagi farzni qilgandaqa bo'ladi. Masjidga kirib olib subhanalloh deb qo'ysa, bu boshqa oyda farz namozlar o'qigandaqada. Subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar 3 ta so'zni aytdingizmi? 3 vaqt namoz jamoat bilan namoz o'qigan savobini topaverasiz. Hadisi sharif bu. Men o'zim gapirmayapman, Rasulullohning gapi. Bu oyda kirib olib subhanalloh deyin-da, boshqa oydagi 5 vaqt namoz jamoat bilan farz ado qilganda bo'ladi. Mana hadis. Boshqa yoqqa tortmaysiz. Bir yig'lama turaylik. Billa bo'laylik. Men gapiray, siz yetkazuvchi bo'ling. Bu Rasulullohning gapida, din hammamizga bir xilda omonatmi? Urushib qo'yganchimchi, nima chiqib ketyapsan? Uni 10 kun etikafga o'tirsang bo'lmasmi dedi. O'sha nahotki namozdan keyin subhanalloh senga malol kelgan bo'lsa, Alloh buyuk degan so'zni ko'tara olmayapsanmi? Alhamdulillah, Allohga shukr degan so'z senga malol bo'ldimi? Allohu akbar, Alloh taolo akbar, kabirlarni ham en ulug'i degan so'z senga qiyin bo'ldimi? deb urishing. Endi vaman adda kimda kim farizatan fihi bu Ramazonda farzni ado qilgan bo'lsa, kana kaman adda 70 farizatan fi maswahu. Boshqa oydagi 70 ta farzni ado qilganda bo'ladi. Bugun juma o'qidiz-ku, mana bugun juma. Laylatul qadrda demang. Mana bugun Ramazonda juma o'qidiz-ku, 70 kun jumani savobini topasiz lekin. Bomdod jamoat bilan o'qidingizmi? 70 kun bomdodni jamoat bilan o'qigan savobini topasiz ekan. Hadis sharif. Bunga ishonmagan odam Rasululloh tan olmabdi degani. Peshinda o'qiysiz-ku, 70 kun peshin o'qigan bo'lasiz. Laylatul qadrdiki emas bu. Bu alohida Ramazonning sharofati, alohida bu. Laylatul qadrdiki bu boshqa narsa. Shuning uchun shahru Ramazon deb maqtanamiz, bu Ramazon oyi bu. Avvali rahmat, o'rtasi mag'firat, oxiri itqu minan niron, do'zaxdan qutuladigan kunlar bular.